To'g'risi bu videoni olmoqchi emas edim, lekin meni oyog'im salgina botsa, salgina muvaffaqiyatsizlikka uchrasam, xursand bo'ladigan insonlar bor va shular bir xursand bo'lsin deb olishga qaror qildim. Xo'p, men Amerikaga birinchi kun kelganimda food truck, shu ovqat sohasiga kiraman deb o'zimga niyat qilganman va o'sha niyatda men shu food truckni sotib oluvdik, lekin bu bizga ancha qimmatga tushdi va muvaffaqiyatsizlikka uchragan Amerikadagi mana birinchi biznesim desak bo'ladi. Menga ko'p aytishdi, ko'pchilik aytdi, bo'lmaydi, qila olmaysan deb. Men ular haq edi, qila olmadim, lekin men ham haq edim. Harakat qilmasdan taslim bo'lish meni odatim emas. Hech bo'lmasa qilib ko'rdim. Bu safargisida o'xshamasa, keyingi safargisida xudo xolasa albatta o'xshaydi. Ozgina tajriba oldim. Mayli, bu bilan to'xtab qolmaymiz. Yana trackga chiqib, xudo xolasa soqqani bosamiz. Bu yerda tracklarimiz tayyor, xudo xolasa trackga chiqib yana ishimizni qilamiz, pulimizni qilamiz va yana urinib ko'ramiz.